Sperma tahlili topshirdingiz va spermangiz tarkibida spermatozoidlar yo'q, ya'ni 0. Azospermiya. Bundan har qanday erkak juda ham tushkun holatga tushib qolishi aniq. Chunki bu farzandli bo'la olmaysiz degan tushunchani olib keladi. Lekin zamonaviy tibbiyot nima deydi? Zamonaviy tibbiyotda hozir bu bo'ldi, hammasi tugadi degani emas. Xo'sh, azospermiya, ya'ni urug' ko'rsatkichining 0 bo'lishiga sabab qanday bo'ladi va qanday turlari bor? Buni asosan ikkita turi bo'ladi. Obstruktiv, ya'ni qanaqadir yo'ldagi to'siq sababli va non obstruktiv, ya'ni to'siq sababli emas, moyakning o'zidagi yoki markaziy gormonal sistemadagi muammolarning hisobiga. Xo'sh, birinchisi obstruktiv, ya'ni qandaydir yo'ldagi to'siq sababli bo'ladigan azospermiya haqida gaplashamiz. Bular nimalar bo'lishi mumkin? Tug'ma urug' yo'lining yopilishi, tug'ma yoki urug' yo'lining, ya'ni moyakdan urug'ni olib chiqaruvchi yo'lning bo'lmasligi yoki hayot davomida orttirilgan infeksiyalar, ya'ni immunni yuqumli infeksiyalar, arxit, epidemitning asoratlari yoki uretritning asoratlari sifatida urug' yo'lining bekilib qolishi kabi sabablar tufayli bo'lishi mumkin. Bundagi yechim qanday bo'ladi? O'sha obstruksiyani, ya'ni to'siqning ochish, ya'ni mikroxirurgik amaliyotlarni bajarish, agar urug' yo'llari bo'lmaydigan yoki o'sha plastika, ya'ni mikroxirurgik usul bilan tiklash usuli bo'lmasa, tezi, mikrotezi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri tuxumdan urug'larni olgan holatda ekoeksiya orqali farzandli qilish mumkin. Ikkinchi turi non obstruktiv, ya'ni to'siqlar bo'lmasdan turib urug'ning 0 bo'lishi. Bunga ko'pincha gormonal muammolar, genetik tahlillar, genetik muammolar va tuxumning o'zidagi o'zgarishlar sabab bo'lishi mumkin. Xo'sh, genetikadan masalan Klinefelter sindromlarida gipergonadotropnik gipogonadizmlar, umuman tuxumlarning rivojlanmay qolishi yoki tug'ma tuxumlarning tepada bo'lib pastga tushmay qolishi, ya'ni rivojlanishdan orqada qolishi, genetik muammolar, bundan tashqari gormonal muammolar sababli bo'lishi mumkin. Bularda ham sizda umuman endi iloji yo'q degani emas. Genetik muammolarda ham, ya'ni genetik holatlar no'xatday bo'lgan tuxumlarda ham hozirda stimulyatsiya usullari, ya'ni gormonal stimulyatsiya qilish usullari orqali urug'larni paydo qilish va ekoeksiya orqali mikroteziya orqali olingan urug'lar, ya'ni topishga harakat qilinib, stimulyatsiya qilinib, undan olingan urug'lar bilan, ya'ni saralangan donali bo'lsa ham eksi usuli orqali urug'lantirish amaliyotlari bajarilib kelmoqda. Va o'sha stimulyatsiyalarda, ya'ni gormonal muammolarda gormonal stimulyatsiya, gormonlarni to'g'irlash orqali ham urug'larni qayta tiklash imkoniyati hozirda yo'q emas. Xullas, birinchi navbatda farzandingizga, o'g'il farzandingizga o'z yoshligidan turib e'tibor bering. Moyaklari o'z joyidami? Bunga e'tibor bering. Rivojlanishi qanaqa? O'z vaqtida, o'z tengdoshlaridan orqada qolmayaptimi? Otasi sifatida masalan erkaklarga xos rivojlanishlarni yoshligida tekshirib turing. Tuxumlari joyidami? Bu narsani ota-ona o'zi qila oladi. Bu narsaga e'tibor berish kerak, chunki yuqorida qolib ketgan tuxumlar rivojlanishdan orqada qolib va kelajakda uning farzandli bo'lish qobiliyatini tushirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda ota-onaning mas'uliyati, undan keyin albatta to'ydan oldingi erkakning o'z mas'uliyati, ya'ni o'z sog'lig'iga bee'tibor bo'lmasligi kerak. Shunday ekan, agar sizda urug'lar 0 bo'lsa, bu hammasi tugadi degan xulosaga kelmang. Bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol biz sizga albatta yordam beramiz.